Shu yilning 6-yanvar kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining qabulxonasida hukumatning o'z xalqiga nisbatan haqiqiy munosabatini yorqin namoyish etuvchi manzara yuzaga keldi. Sovuq havoda qariyalar va nogironlar adolat izlab Senat qabulxonasiga borishganda, ular senator Qobil Tursunovning qo'pollik va tahdidlariga duch kelishdi. Noma'lum sabablarga ko'ra senator Qobil Tursunov tashrif buyuruvchilar bilan o'ta qo'pol muomalada bo'lib, Milliy gvardiya xodimlarini chaqirdi va ulardan fuqarolarga qarshi choralar ko'rishni talab qildi, hamda shu bilan O'zbekiston senatorining oddiy insonlarga nisbatan haqiqiy munosabatini ko'rsatdi. Senator Tursunovning bu xatti-harakati qabulxonaga kelgan odamlar orasida norozilikka sabab bo'ldi. Haqoratlangan odamlar Senat raisi Tanzila Norboyeva bilan ham uchrasha olmadi. Ma'lum bo'lishicha, u chet elda ta'tilda ekan. Oddiy fuqarolar davlat idoralari oldida muzlab turishgan bir paytda hukumat amaldorlari va ularning oila a'zolari xalq hisobidan quyoshli iqlimda dam olishmoqda ekan. Xo'rlangan va haqoratlangan odamlar o'z xalqiga nisbatan adolatsizlik ramziga aylangan Senat binosi oldida video murojaatlar qilishga majbur bo'lishdi. Hamma joyda faqat korrupsiya bo'lyapti. Odamlar uyini majburlab hokimlar tortib qo'yapti. Hech kim, hammasi g'aflat uyqusida. Prokuraturasi ham, Oliy Majlisi ham, Senatga necha marta ariza berganman. Ashaviy dalilim bor. Qonun yo'q. Ichki ishlar ishlamayapti. Prokuratura organlari ishlamayapti. Prokuratura ishlamayapti. Xalqi eshitmayapti, xalqi ko'rmayapti, xalqi eshitmayapti. Hammaligi firibgarlar tomonidan ish qilyapti. Necha yilda berildi? Adolat biza 5 yildan beri sarsonmiz. Biz xolimiz adolat, qonun ishlashini istaymiz. Maqsadimiz shu. Men Sergelida yashayman, 10 yildan beri murojaat qilaman. Hamma davlat organlariga berganman. Prokuratura ishlamaydi. Akram O'ktam degan ishlamaydi. Bu orqadan ish qilyapti. Toshkent shahar hokimining o'rinbosari Baxtiyor Rahmonov uyimni sotgan. Mahalla raisi Salmetova shoira bilan kelishib sotgan. Senatlarga yozdim. Hamma joyga berdim. Lekin oxiri Toshkent shahar hokimi Usmonov Rahmonberdi Jahongirovich qaror chiqardi. Uni ijrosini bajarmadi Baxtiyor Rahmonov. Xudoyberganov Tursunxon akaning buyruqlarini bajarmadi. Uni ham buyrug'ini bajarmadi, ijrosini bajarmadi. Ortiq Xo'jayevnikini bajarmadi, Toshkent shahri hokiminikini. Mana Senat ishlamaydi. Necha yildan beri yozamiz? 10 yildan beri ko'chada yashaymiz. Bolalarimiz bilan 4 ta farzandim bor. Qiynalib ketdik. Qachon ishlaydi bizlarda qonun? Hurmatli prezident, davlat organlari umuman ishlamayapti. Qonun zo'r. Men aytmoqchiman, men xotin-qizlar masalasi bo'yicha ham yuribman. Zulayxa mahkamasi ishlamaydi. Xotin-qizlar qo'mita ishlamaydi. Shahar hokimi ishlamaydi. Umuman qabuli yo'q deyishyapti. Pensiya masalam hal bo'lmayapti. 5 yildan beri pensiya bilan yuribman. 11 yildan beri otamdan qolgan uy-joyni hokim sotib olgan. Gen prokuraturaga borganimda 2025-yil haq huquqimni talab qilganimda katta ko'chada olib qamanglar yo jinnixonaga topshiringlar deb katta ko'chada qo'yapti. Haq huquqimni talab qilyapman men. Davlatdan uy so'raganman. Nahotki prezident va shunday holatlar bo'lsa haq huquqini talab qilsa-yu bular yo jinnixonaga yo olib qamoqqa tiqsa. Согласно закону Конституцию, закону прямого действия, мы, граждане государства Узбекистан, имеем право на митинги, протестные шествия и прочие выражения своего несогласия. Bu alohida va kamdan kam uchrab turadigan hodisa emas. Bu amaldorlar alohida, boy va jazolanmasdan yashaydigan, xalq esa saylov huquqidan mahrum bo'lgan qo'rquv va qashshoqlikda yashaydigan Mirziyoyev rejimining tashxisidir. Amaldorlarning farzandlari o'zlarining hashamatli turmush tarzini namoyish etib, milliy boyliklarni chet elliklarga arzimagan pulga sotayotgan bir paytda millionlab O'zbekiston fuqarolari adolat va kelajakka bo'lgan ishonchini yo'qotib, qashshoqlik darajasiga tushib borishmoqda. Shunday qilib, rasmiylar o'zlarining noqonuniy harakatlari bilan jamiyatni ijtimoiy portlashga undamoqdalar.
muammolarni e'tiborsiz qoldirish, fuqarolarni xo'rlash va keng tarqalgan qashshoqlik sharoitida amaldorlarning hashamatli hayotini ko'z-ko'z qilish xavfli keskinlikni keltirib chiqaradi. So'nggi yillardagi global voqealar shuni ko'rsatadiki, odamlar erkin ovoz va adolatga bo'lgan umiddan mahrum bo'lganda, o'z-o'zidan paydo bo'ladigan norozilik namoyishlari, ommaviy mitinglar va chuqur siyosiy g'alayonlar tanlov emas, balki muqarrar oqibatga aylanadi.